Abdullah'ның Uyg'urlarda Farzand tarbiyasi nomli kitobining davomi. Mikrofon oldida Nurjamal. 4-bob. Farzand tarbiyasidagi noto'g'ri usullar. Farzandning xuyi yomon bo'lsa, uni yomon qilgan hamon ota-ona. Yusuf Xasajib. O'z bolasini so'ymaydigan ota-ona yo'q. Hech qanday ota-ona farzandini yomon bo'lsin deb tarbiyalamaydi. Afsuski, irodamizga qarshi holda ba'zi bolalar eski xo'yliq bo'lib qoldi. Bunun tüpki sebebi nerede? Balının asli tabiati nacharmı? Yo'q. Hech qanday bola tug'ilishidan eski bo'lmaydi. Bu masala allaburun ilm-fan tarafidan isbotlangan haqiqat. Hatto 1000 yil burun o'tgan Yusuf Xasajib bu savolga nihoyat ilmiy javob bergan. U inson bolalarining hammasining asli buyuk, tarbiyalanish orqali texmi tuzuk bo'ldi. Hech qanday bola tug'ilibla bilimlik, fazilatli bo'lib qolmaydi. U o'rganish orqali bilim, fazilat to'riga chiqadi. Faqat aqlliqla tabiiy bo'ldi. Qolgan hammani yurib o'rganadi degan. U yana farzandning yomon xuy paylik bo'lishining asosiy sababini ota-onasining savalligi ustiga yuklagan. Bu shuni tushuntirdiki, tarbiyalash muddaosi bilan tarbiyalash usuli bolalarning individual alohidaligi bilan uni tushunish o'tirisida ziddiyat bo'lib turadi. Bu ziddiyatni to'g'ri hal qila olmaganda yomon natija tarafga so'raydi. Har bir bolaning o'ziga xos individual alohidaligini onalar intayin yaxshi biladi va bilish kerak. Asli talabdan qaraganda, o'xshamagan individual alohidalik ega bo'lgan bolalarga qo'yiladigan tarbiyalash usuli o'xshamasligi kerak. Bir onadan tug'ilgan 5 bolaning mijozi o'xshamaydi. Biri kichikidan tarsaroq bo'lsa, biri eg'ir besiq bo'ldi. Yana biri qiydiqoq bo'lsa, yana biri royish bo'ldi. Biri tavoz bo'lsa, yana biri ochiq yomon bo'ldi. Bu xil mijozning tarbiya bilan ko'p munosabati yo'q. U bolalarning individual alohidaligidan kelib chiqqan farq. Bu dunyoda tashqi ko'rinishi qo'yib qo'ygandek o'xshab ketadigan birormi odamni topqil bo'lmagan o'xshash psixik alohidaligi va individualligi butunlay o'xshab ketadigan birmi bola yo'q. Har bir odamning o'zi nihoyat murakkab bir dunyo. Biroq farzand tarbiyasi haqida yozilgan kitob materiallarda bolalar tarbiyasi mutaxassislari, bolalar psixologlari va pedagoglar bolalarning o'rtaq alohidaligiga asosan mundaq bir qancha tarbiyalash usulini nomuvofiq ekanligini yakunlab chiqqan. Birinchi, bolalarni urib, tillab, haqoratlab boshqarish eng eski va eng nachar usuldan biri. Bir qism ota-onalar farzand tarbiyasida urush, tillash va haqoratlashni muhim tarbiya vositasi qilib olgan. Biz ularning bolalarini rahimsizlarcha urayotganligini, ig'izga olg'usiz tillar bilan tillayotganligini uchratib qolamiz. Hatto tili chiqmagan buvoq bolalarni yig'lab xap qilding deb nima uchun yig'laydiganligini uqmay qarg'ulash uradigan onalarni uchratdik. Bilish kerakki, urush, tillash yo'li bilan hargizmi yaxshi natijaga erishgil bo'lmaydi. Aksicha, bolalarning psixik va fiziologik taraqqiyotiga intayin og'ir ziyonkashlik qilgan bo'lamiz. Haqoratlangan bola ko'pincha o'ziga ishonmaydigan, o'zini kamsitadigan, hech ishga jur'at qila olmaydigan psixikani yutildirib oladi. Az haqoratlangan bola, savrchanlik bilan tarbiyalangan bola o'z qadr-qimmatini yaxshi tushunadi. O'zini qadrlaydigan odam bo'lib yetishib chiqadi. Urib tillash bilan cho'ng qilgan bolalar qo'rqinchoq, kam aql, tarbiya ta'sir qilmaydigan, qilin, o'z beshimchi, jahil xarakterini yetildirib oldi. Yolg'on so'zlashga majburlanadi, tushkunlashadi. Yana bir tarafdan ota-ona bilan farzand o'tirisidagi mehr-muhabbatga ta'sir etadi. Bolalar o'zini yolg'iz yoki yagona his qildi. Ota-onasidan nafratlandi-yu, qo'rqibla itoatman bo'lib oldi. Izob shunga qo'pol kuch ishlatganga qaraganda yaxshi gap bilan har doim ko'proq natijaga ega bo'lasan degan. Pifagor farzandlarini urib tillaydigan ota-onalarga echinib afsuslangan holda qabringiz ustida yig'lashlar uchun farzandlaringizning ko'z yoshini to'kmang degan ekan. Biroq farzandlarni ha degandila siliq so'z bilan, aldash bilan ish bitmaydi. Navbat kelganda bir qism jazolash vositalarini, qattiq qo'l bo'lish usullarini qo'llanishga to'g'ri keldi. Biz bu yerda tilga olgan qattiq qo'l bo'lish hargizmi urib tillashni ko'rsatmaydi, balki talabning qattiqroq bo'lishini, atrofliq bo'lishini, qattiq qo'llik qildigan chaqda yumshoq boshliq qilmaslikni, ancha-muncha hayyo qilib cho'chitib qo'yishni ko'rsatadi. Chunki kishilar orasida bolalar to'mirchi keldi degan gap bor. Shunga farzandlar ota-onasini suyibla qolmay, balki ota-onadan ayminadigan bo'lish kerak. Ba'zi zarurat topilgan chaqlarda
Ancha-muncha pashqa qilib qo'yishningmi ta'siri yaxshi bo'ldi. Esimda qilishcha, kichik vaqtimda onamni bek xafa qilgan bo'lsam kerak, buning ustiga dadam kelib qoldi. Onam ahvolni aytgan edi. Dadam bir chiviqni qayirib olib, meni savaşqa temshaldi. Onam bo'lsa, "Qoch, bo'lmasa tayoq yeysan", dedi. Men qochdim. Dadam keynimdan xeyli yerga qo'g'ladi. Ko'rganlar Tahir Ahmad bolasini tutib olsa, bir yanchi chiqotadigan bo'ldi deb qolatdi. Dadam menga yetishib oldi. Biroq ikki qo'ltiqimdan tutib, livini tishlab, dast ko'tarib, dekkida dastib qo'yib, keyniga qaramay mangdi. Menmo orqasidan agishib mangdim. Bunday usul ba'zida qattiq urgandimmi, siliq sipoy bo'lgandimmi yaxshiroq unum berdi. Shuni saminglarga silib qo'yish kerakki, farzandlarning yumron qalbida qoldirilgan kichkina dog' mangu o'chmaydi. Ikkinchi, haddidan ortiq erki qilib qo'yish farzandlarni kerakdan chiqardi. Yusuf Hasajib mundaq eskartgan: "Qiz o'g'lingni erk o'gitib qo'ydingmi, bo'ldi uningdan ko'nglingni o'z." Gegel mundaq deydi: "Umuman hamma axloqsiz munosabatlar ichida bolalarga qullarcha munosabatda bo'lish eng zo'r axloqsizlik. Undaqda bolalarni erk o'gitib qo'yishning ifodalari nima?" Birinchi, bolalarga haddidan ortiq cho'qinish. Ikkinchi, hamma ishda bolalarning ra'yiga beqish. Uchinchi, haddidan ziyoda ko'ngilchaklik bilan muomala qilish. To'rtinchi, o'rinsiz talablarga yo'l qo'yish, nima desa shuni olib berish. Beshinchi, bolalarni asrayman deb ishga solmaslik. Oltinchi, ha deganda maqtash va erkilatish. Yettinchi, bolalardan gunoh o'ssinmi, bolaga yon besish. Erki tarbiyalash farzandlarga qanday ziyonlarni olib keldi? Erki tarbiyalash farzandlarga qanday ziyonlarni olib keldi? Birinchi, bolalar hammada ota-onaga tayinib oladigan bo'lib qoldi. Ikkinchi, siz bolani tizginlash ixtiyoringizni qo'lingizdan berib qo'ysangiz, bolalar sizga hukmron bo'ldi. Uchinchi, pishib yetilish imkoniyatidan mahrum bo'ldi. O'rin, harom tamoq bo'ldi. Azar qiyinchilik uchursa hammadan voz kechidi. Mustaqil yashash ixtiyori bo'lmaydi. Qilgan kichikkin ishiga minnat qildi. To'rtinchi, tarsa nervi mijoz bo'lib qoldi. Beshinchi, tamaxur, shaxsiyatchi, o'z beshimchi bo'lib qoldi. Uchinchi, bolani ikki orliq qilib qo'yish, yeb o'zilgan laglak qilib qo'ydi. Yusuf Hasajib shundoq degan: "Sen bolaliq bo'ladigan bo'lsang, uning tarbiyachisi o'zingni bo'l." Bu tavsiya shuni uqtirdiki, biri ota-onalar o'zining farzandini yaxshi tushunadi. Bolalarning ularni to'liq tushunishi natoyin. Yana biri boshqalar bolalarga o'zingizdek kuyinmaydi, ko'ngil bilmaydi. Bolalarni cho'ngdada cho'ng onalarga baqtirganda, bolalar ikki yuzlim xarakterini yetildirib oldi. O'ttirida gap to'shib, nap oldigan chiqimchi odatni yetildirib oldi. Uydan azroq ko'ngli ranjisa, talabi qondirilmasa, cho'ng uyga berib oldi. Ularni o'ziga panoh qilib olib, gapga kirmaydi. Shunga bolalarni bir qo'lliq tarbiyalash lozim. Yana tarbiyada ota-onalar birdek bo'lish kerak. Tarbiyada birdeklikni saqlash lozim. Bundoq bo'lmaydi ekan, bir tarafdan tarbiya qilsa, yana bir odam aralashib olsa, bir taraf bir nima desa, yana bir taraf aksicha bir narsa desa, bir taraf qattiq talab qo'yib, yana bir taraf bolaning ixtiyoriga qo'yibsa, bolalar ikki orada gangarab qoldi. Kimning to'g'ri, kimning xato ekanligini ayriy olmaydi. Shuning bilan ular hilgarlikni, qo'lliqni gundi. Kim o'zining gapini qilsa, shuning biqiniga kirdi. Qattiq talab qo'ygan tarafdan o'zini qochirdi. Yuqorqilardan boshqa bolalarni oshkor so'rinlarda ayiblash, boshqalarga selishtirib bolani kam sundirish, bolaning tanlashiga, fikriga hurmat qilmaslik, bolalarni kichiklab e'tiborga olmaslik, ularning orzusini his qilmaslik, ko'ngil tushunmaslik, o'zaro fikr almashtirmaslik, ularga zo'rlik va besim ishlatish qatorliqlarning hammasi xato tarbiyalash usulidir. Unda bo'lsa, muvofiq va foydali usul qaysi? Birinchi, normal o'tirhol yo'l qo'yish eng yaxshi usul. Ikkinchi, oddiy kichik savolliklarga sal qarmaslik. Uchinchi, aldirang'ulik qilmaslik, savrichan bo'lish. To'rtinchi, o'lni dastlabki tarbiya mezgilidan chingitib menish. Beshinchi, bolaga o'zingizdan kuyindiganligingizni haqiqiy his qildirish. Oltinchi, hadis chechilishdan va g'azablanishdan saqlanish. To'rtinchi, bolalarning ishlariga ko'p aralashib olish bolalarni haqiqatan yashash iqtidoridan mahrum qildi. Bolalarning yashash usuli va yashash odati bo'ldi. Ularning ham o'ziga xos qiziqishi bo'ldi. O'zi yaxshi deb qaragan yo'li bo'ldi. Agar ularning qilayotgan ishlari ularga ziyon solmaydigan bo'lsa, ular shu ishni yaxshi ko'radigan bo'lsa,
ularning mayliga qo'yib berish kerak. Ha deganda ularni kontrol qilib, o'z xohishingiz bo'yicha ish qilsaman desangiz, u bolaning ishi emas, balki o'zingizning ishi bo'lib qoldi. Balangizning shu ishdagi mag'lubiyati amaliyotda sizning mag'lubiyatingiz bo'ldi. Farzand bo'lsa, sizning xohishingizning qurboni bo'lib qoldi. Ba'zi ota-onalar farzandlarini kichik chig'idila mundaq ish qildirman deb to'n pichib qo'ydi. Undan keyin u bolaning tabiatiga mos kelamdi, kelmamdi, buni hisob qilmaydi. Bu yaxshi tarbiya usuli emas. Yana biri, bolalarning turmushdagi ba'zi ishlarini o'zining bir taraf qilishiga imkoniyat yaratib berish kerak. Birarsi bilan urushib kirgidek bo'lsa, bolaga yon besib urushib beradigan ishlarni qilmang. Bu intayin xato usul. Hikoya qilinishicha, Harun Rashidning o'g'illaridan biri dadasining oldiga g'azablangan holda kirib kelibdi-da, shundoq debdi: "Falon lashkar beshining bolasi meni qattiq tilladi." Harun Rashid davlat arboblaridan bundoq odamlarga qandoq jazo beramiz deb so'ragan ekan, biri o'ltirishni, yana biri tilini kesib tashlashni talab qilibdi. Harun bo'lsa: "O'g'lim, matlik qilay desang, uni afu qil. Agar buning qodir bo'lolmasang, sen uni tillab ol. Ammo intiqom chekdan eshib ketmasin. Chunki u chaqda zo'rliq sen tarafdan bo'lib qilib, qarshi tarafning da'vosiga qolasan" debdi. Mana bu usulni qo'llanish yaxshi unum berdi. 5. Ota-onalarning har doim ayblaguchi bo'lishi kifoya qilmaydi. Eng muhimi ularda farzandlarga nima qilish, nimani qilmaslik lozimligini ko'rsatib berayotgandek safo bo'lish kerak. Bilish kerakki, bolalarning o'zini tushunolmagan va his qilolmaganlik sababli o'tkazib qo'ygan xatoliklari, sodir qilgan kamchiligi bolalar uchun gunoh bo'lmaydi. Bundaq chog'da ko'zni yumib olibla kayib ketish tarbiya emas, balki zarba bo'ldi. Yengilib qilishdan qo'rqulik emas, eng qo'rqinchlisi hech ish qilmaslik. Qadimki Uyg'urlarda yengilmas margan yomg'ir, ozmas olim aksada degan hikmatli maqol tamsil bor. Faqat hech ish qilmagan odamlar yengilib qolmaydi. Amaliyotda bo'lsa, hech ish qilmaslikning o'zi eng cho'ng yengilish. Bolalarning xatolik qilishidan qo'rqib hech ish qildirmaslik mohiyatda eng cho'ng xatolik yo'l qo'yganlik bo'ldi. Shunga bolalarga muomala qilganda muayyanlashtirishnimi, ilhom berishnimi, tanqidlashnimi bilish, shuning bilan birga nimaning to'g'ri, nimaning xato ekanligini ko'rsatib berish intayin muhim. 5. Farzand tarbiyasining mazmuni va qadam bosqichlari. Xalqning baxt saodati bolalarni to'g'ri tarbiyalashga bog'liq. Logik. 1. Tarbiyaning mazmuni. Farzand tarbiyasida tarbiyalash mazmuni intayin muhim. U farzand tarbiyasining xarakteri va maqsadini, tarbiyalanguchilarni, tarbiyalaguchilarni oldigan texi yezilib bo'lmagan intayin cho'ng asar. Yigit bilan qizning to'y qilishi bu ikki asarning muqaddimasining yezilganligidan darak berdi. Farzandning dunyoga ko'z etishi oilaga xushallik, baxt, umid va ilhom elib keldi. Jamiyat uchun hayotiy kuch bag'ishlaydi. Bu xil hissiyotni Uyg'ur xalqi balaliq uy bozor, balasiz uy mozor deb xuloslagan. Yusuf Xos Hojib nikohning insoniyatga elib kelgan xosiyatini xuloslab, agar odamga to'y qilib farzandlik bo'lishdek ulug' mo'jiza ato qilingan bo'lsa, inson bolasining urqi qurib, jahon bo'sh qolgan bo'ladi degan ekan. Inson temasi eng buyuk tema va mangulik tema. İnsaniyat obrida bo'lgan uzoq asrlar mobaynida nurg'unlagan buyuk asarlar borliqqa keldi. Uning tub maqsadi odamlarni tarbiyalash uchun edi. Butun tabiat va barliq mavjudiyat insonlarning o'zini o'zi tarbiyalashning va takomillashtirishning eng keng darsxonasi bo'lib berdi. Bu musofa cheksizligi bilan insonlarning o'zini o'zi tarbiyalashini eng yaxshi imkoniyatlar bilan ta'min etdi. Gerçi adamlarning hammasi o'xshash odamiylik aloyidlik bilan yaratilgan bo'lsa-mu, lekin tarbiyalanish sharoiti va imkoniyatlarning o'xshash bo'lmasligi sababli har qaysi odamlar to'pining haqiqiy ma'nodagi insonlik kamolatiga yetishida ro'shan farqlar har qachon mavjud bo'lib keldi. Chunki insondan iborat bu temini mukammal darajada qurib chiqish uchun qurg'uvchi haqiqiy ma'nodagi injener va ulug' san'atkorlar bo'lish kerak edi. Mukammal ta'lim tarbiyadan mahrum bo'lgan odam bolasi uchun bu alam quruq, ma'nisiz, zerikishli qo'nalg'i bo'lishdan boshqa hech narsa berolmaydi. To'liq atrofliq tarbiyaga ega bo'lgan odamlar bu dunyoning qanchalik go'zal,
ma'nilik ekanligini his qila oladi. Bu dunyoni texim go'zallashtira oladi, ham o'zini mukammal inson sifatida ko'ra oladi. Ata-onalar uchun aytganda, bir farzandni mukammal odamiylik sifatga ega qilib jamiyatga qo'sha olishi, ularning jamiyatga qo'shgan ulug' tuhfasi bo'lib qoladi. Biroq bu natijaga erishish uncha o'ng'ay emas. Chunki farzand tarbiyasining mazmuni intayin keng, cho'nqur va cheksiz. Ata-onalarga qo'yilgan talab intayin yuqori. Agar farzand tarbiyasi munosabatlik mazmunlarni konkret va tafsiliy yozish to'g'ri kelsa, biror 100 mutaxassis necha yil sarf qilibmi yezib tamomlay olmasligi va bu sirliq ufobning sirini to'liq ocholmasligi mumkin. Lekin insoniyat necha ming yillik madaniyat tarix musobaqasida o'zliksiz izdenish va mo'l tajriba saboqlarni yakunlash orqali nihoyat qimmatli ta'lim-tarbiya natijalarini borliqqa keltirdi. Hozirgi zamon ilm fanining uchqandek taraqqiy qilishiga ergashib, farzand tarbiyasi sahifasiga yana qimmatli mazmunlar qo'shildi. Uyg'ur xalqining ijtimoiy hayot tarixi va madaniyat tarixi musobaqasini ko'zlaydigan bo'lsak, ular farzand tarbiyasi to'g'risida milliy xoslik ifodalangan nihoyat qimmatli ma'lumotlar, ulgular va tajriba saboqlarni qoldirib ketgan. Umumlashtirib aytganda, farzand tarbiyasi o'z ichiga oladigan mazmunlar mundaq bir qancha nuqtaga markazlashadi. Birinchi, zamonga va davrning taraqqiyotiga yondasha oladigan, islohot qadamiga moslasha oladigan, dunyoga kelgusiga yuzlangan, zamonaviy fan madaniyat engiga ega bo'lgan izbosar. Ikkinchi, vatan suydigan, vatan uchun qurbon berishga har qachon tayyor turadigan, xalq uchun, xalq manfaati uchun yashashni hayot nishon qilgan shaxsiyatsiz inson. Uchinchi, haqiqiy ma'nodagi milliy ruhga boy, g'ururliq, vijdonliq, millatini suydigan, millatidan faxrlanadigan, milliy an'anaga hurmat qiladigan, ilg'or milliy an'anasini davomlashtira oladigan chin aqidalik haqiqiy Uyg'ur qiz o'g'lonlari bo'lish. To'rtinchi, hozirgi zamon bozor raqobatida put taraf tura oladigan, iqtisodiy eng yuqori, o'ziga ishonadigan, o'qimishliq, jasoratli farzandlardan bo'lish. Beshinchi, ijodkorlik ruhiga boy, mustaqil yashash ixtiyoriga ega, emgakni, mehnatni suydigan, halol yashay oladigan kurashchan bolalardan bo'lish. Oltinchi, aqlli, bilimlik, farosatlik, yiroqni ko'rar bolalardan bo'lish. Yettinchi, o'zini qadrlashni biladigan, kishilarni suydigan, ma'naviy dunyosi sog'lom bo'lgan bolalardan bo'lish. Sakkizinchi, ijtimoiy saposi yuqori, sog'lom, bardam avlodlardan bo'lish. To'qqizinchi, axloq fazilat saposi yuqori, keng qo'rsoq, mard, dodil, boshqalarga yordam berishni xushalliq deb biladigan odam bo'lish. 10. Haqiqiy go'zallikni suydigan, haq nohaq qarashi aniq, mustaqil dunyo qarashiga ega, adolatni yoqlaydigan, haqqoniyatsizlikka botirlik bilan qarshi turishga jur'at qila oladigan odam bo'lish. 11. Tili bilan dili birdek, degini bilan qilg'ini birdek oliyjanob, yaxshi tabiatlik odam bo'lish. 12. Oilasini suydigan, ota-onasini qadrlaydigan, do'stlarga sodiq, dushmanga rahimsiz bo'lgan odam bo'lish. 14. Hayotini qadrlashni biladigan, yashashni biladigan, o'ziga qattiq talab qo'ya oladigan bo'lish. 14. Kayf safoga, ichimlik, chekimlikka berilmaydigan, galning quli bo'lmagan odam bo'lish. Oila tarbiyasi hargizmi mundaq yuqori safoliq odamni qurib chiqishning huddasidan chiqib bo'lmaydi. Chunki yuqorqi mazmun talabimi tex mukammal odam bo'lish talabini to'liq qondira olmaydi. Chunki inson tabiatida yana mendan iborat muqaddas hukm bo'ldi. Chunki insoniyat uchun yashash bilan birga o'zi uchun yashashdek bir xil moyillik va ziddiyat ichida yashaydi. Bu ziddiyatni to'g'ri bir taraf qilish uncha o'ng'ay emas. Chunki men hukmi bo'lmagan odammi haqiqiy mukammal odam emas. Ikkinchi, tarbiyaning qadam bosqichlari. Farzand tarbiyasi ko'p qatlamli, doiralik va uzun mezgillik ish. Hozirgi farzand tarbiyasi haqidagi nazariyalarda farzand tarbiyasi 18 yoshgacha bo'ldi deb bir chek qo'yib qo'yilgan. Bizning qarashimizcha, ota-onalar uchun farzand tarbiyasi ota-onalarning ko'zi yumilg'ich bo'ldi. Farzandlar uchun aytganda, ular mangu tarbiyalanguvchi bo'lib qoldi. Chunki farzand tarbiyasi yolg'izla oilaning majburiyati va vazifasi emas. Farzand tarbiyasi oila, maktab, jamiyatdan iborat 3 gavdaning birlashishi orqali bir butunlik ega bo'ldi. Jamiyat oilaga farzandni hargiz o'zining shaxsiy mulki qatorida ko'rmaslik talabini qo'yish bilan farzandlarni hargizmi biror ota-onaga taalluq deb qaramaydi.
Farzandlarga nisbatan ota-ona birinchi tarbiyachi bo'lsa, maktab ikkinchi tarbiyachi, xalq mangulik tarbiyachi bo'lib qoldi. Bu xil munosabatda oila o'zining muqaddas majburiyatini ado qilish bilan birga maktablarga moslashishi va jamiyatning talabini qondirishga tirishishi, jamiyatning nazoratini, taklifini qabul qilish kerak. Hargizmi o'z beshimchilik qilishga, o'zining xohish bo'yicha ish tutishga bo'lmaydi. Chunki ota-onalarmi, farzandlarmi o'z qiymatini jamiyatdan topalaydi. Maktablarga nisbatan butkul ma'rif funksiyalari va o'qituvchi ustozlar farzandlarni o'zining farzandi deb bilishi, ularning istiqbolini o'ylashi, ular uchun jon qiqishi, farzandlarga kuyinish kerak. Farzandlar uchun maktablarni haqiqiy ma'rifat bog'chisi qilib qurib chiqish, farzandlar maktabdan o'zining parlaq istiqbolini topalaydigan nurliq mash'alga ega bo'lishlari kerak. Jamiyatmi cho'ng oila, xalq ulug' ona. Jamiyat o'zining kontrolligini yo'qotib qo'ymasligi, xalq o'zining ulug' ustozlik rolini unutib qolmasligi kerak. Xalq o'zining o'rtaq mas'uliyatchanlik an'anasini davomlashtirib, maktablarga qattiq talab qo'yishi, ota-onalarga qattiq talab qo'yishi, oilalarga bo'lgan ta'sir ko'rsatish, yetaklash va mas'ul bo'lish ruhini izchil davomlashtirish kerak. Xalqning bolasi nim bo'lsa bo'lmamdi, o'zimning bolasini o'ylay deyish Uyg'ur xalqining an'anasiga yot ish. O'zimning bolasini qanday boshqarsam, o'zimning ixtiyori deyish to'liq nodonlik bo'ldi. Demak, uch qatlamning o'rtaq tirishchanligi va kuyinish bilan farzandlarimiz yaxshi tarbiyani sharoitiga va yaxshi, yaramli odam bo'lib yetilish fursatiga ega bo'la oladi. Oila tarbiyasining qadam bosqichlarini olganda, tarbiyalash mazmuni mundaq bir qancha bosqichlar bo'yicha ilib berildi. Birinchi, ayolning to'y qilishdan burungi o'zini tarbiyalashi. Ikkinchi, ayollarning ig'ir oyoq mezgildagi kutinishi. Uchinchi, dastlabki tarbiya bosqichi. Dastlabki tarbiya bosqichi butkul ta'lim-tarbiya bosqichlari ichida intayin muhim va hal qilg'uch rol o'ynaydi. Bolalarning o'sib yetilish davomida ularning jismoniy va psixik taraqqiyoti qonuniyatli bo'ldi. Dastlabki tarbiya deganda asosan bolalar tug'ilib maktabga kirgich bo'lgan oraliqdagi ta'lim-tarbiya ko'z tutildi. Bu mezgildagi tarbiya nihoyat nozik va inchiki bo'ldi. Bu mezgil bolalarning aqliy iqtidorini yuqori ko'tarishda intayin muhim. Bu bosqich yana o'z ichidan 3 ga bo'lindi. 0 yoshdan 1 yoshgacha bo'lgan bosqich, 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bir bosqich, 3 yoshdan maktab kirgichi bo'lgan bir bosqich. 4-chi boshlang'ich maktab bosqichi, 5-chi o'rta maktab bosqichi, 6-chi oliy maktab, o'rta texnikum o'qiyotgan mezgildagi oila tarbiyasi, 7-chi turmushlik bo'lishdan oldin keyinidagi tarbiyasi, 8-chi uy ichaqliq bo'lgandan keyingi tarbiya, 9-chi oxirgi to'liqlim tarbiya. Yuqorqi nisbiy jihatda bo'lingan tarbiya bosqichlarida farzandlarning psixik taraqqiyoti, jismoniy jihatdan o'sib yetilishi, jamiyat bilan aralashishi, maktab bilan bo'lgan munosabati, kishilar bilan bo'lgan muomala munosabatlarida davr xarakterlik o'zgarish bo'lib turdi. Uy ichaqliq bo'lgandan keyin farzandlar hayotidagi yana bir muhim burilish davrini beshidan o'tkazishga majbur bo'ldi. Dastlabki ta'lim-tarbiya bosqichida asosan beqish bilan tarbiyalash asos o'rin turdi. Tarbiya usulida ta'sir ko'rsatish bilan odatlantirish asos bo'ldi. Boshlang'ich maktabda o'qiyotgan mezgilda bolalar yarim oila, yarim jamiyat ilkida bo'lgan bo'ldi. Bu mezgilda aqliy, jismoniy tarbiyaga va adab-axloq tarbiyasiga ko'proq ko'ngil bo'lishni talab qildi. Bu mezgilda ulgu ko'rsatish va odatlantirish bilan nasihat qilish moslashtirildi. O'rta maktab bosqichida farzandlar yetaklashni, turmushni tushunishni bakroq taqozo qildi. Bu mezgilda bolalar jamiyatning ta'siriga bakroq uchraydi. Bu vaqtda ota-onalar texmi sagak bo'lishi, bolalarga singan yaxshi-yomon ta'sirlarni ko'rsatib turishi, yomon ta'sirlarni nasihat qilish, tushuntirish orqali tozalashi lozim bo'ldi. Qur'onga yetgandan keyin bolalarda o'ziga ishonish, o'ziga tamanno qo'yish xohishi ig'irroq bo'ldi. Ammo ular texi pishib yetilmagachga turmushga hissiyot bilan muomala qildi, havasga ko'proq berildi. Shunga bu vaqtda farzandlarga davomli turmush qonuniyatlaridan tarbiya berib, hayotni tushunish va pishib yetilish uchun turtki bo'lishga to'g'ri keladi. Oxirgi to'liqlam tarbiya deganda, garchi farzandlar bu chog'da mustaqil yashashga boshlagan, turmushda pishgan, yetilgan bo'lsa-mu, lekin oila munosabati, kishilik munosabat, xizmat munosabati,
və mənbəət münasibəti jarayonida nihoyat ko'p ziddiyatlarga duch keldi. O'ngsizliklarga uchraydi. Tushkunlashish ifodalari ko'rildi. Bu chog'da yanala ota-onalar o'tirg'i chiqib, farzandlarga to'g'ri nasihat, yaxshi maslahatlarni qilib, ularni yetaklash taqozosi tug'ildi. Umuman bundoq bosqichlarni har qanday bir ota-ona o'z boshidan o'tkazadi. Ular farzandlarni qanday sharoitda, qanday yetaklashning lozimligini bildi. Biz faqat farzand tarbiyasida har bir ota-ona duch kelayotgan umumroq va xarakterlikroq masalalar haqida to'xtaldik. Maqsad ota-onalar bilan an'anaviy farzand tarbiyasi bilan ilmiy farzand tarbiyasini birlashtirish orqali ustimizdagi mas'uliyat haqida o'rtoq kengashish. Yar Muhammed Tahir To'g'liqning Uyg'urlar farzand tarbiyasi nomli kitobining 1-bobining 4-5 qismlari o'qib tugatildi. Keyingi videomizda 2-bobidagi mazmunlar huzuringizda bo'ldi.